Assalomu alaykum. Bugun ishlarimiz ham boshladi. Mana akka profillar olib keldi. Bu yerda oynalar bor. Yana oynalar zakaz qilib. Bu yerga stiklanida xona yasab beramiz do'konga. Bunda qo'yishlik uchun xaridorlar ham bor ekan. Keyin natijalarini ko'rsatamiz. Bu yoqdagi do'kondagi ishlarimiz bitdi. Bu yerga xaridorni xona qilib berdik. Konteyner turadigan, gullarni saqlaydigan. Oynali, o'zining oynasi bor edi. O'zining oynasidan перегородка qilib yasab qo'yib berdi. Bu yo'g'i silikon oyna bo'ladigan bo'ldi. Bitta oynasini zakaz qilamiz, bitgandan keyin olib kelib qo'yib ketamiz. Hammasi kalyonli oyna bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa qilib beramiz. Mana ishlarimiz bitdi. Oynalarni taqdik, o'zi 10 kunda kelish kerak edi, tezlashtirib yubordik. Tez keldi. Oynalarni taqib, eshikni regulировка qilib tayyor qilib qo'ydik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa qilib beramiz.